Poco X7 Pro 12 operativga 256'lık. Do'stlar, bugun yangi chiqqan Poco X7 Pro'ni bizlar obzor qilib ko'rsataman. Xudo xolasa hozir. Bismillah, boshladik. Hammaga shunday paketlarni shilish nasib etsin. Shunday zo'r telefonlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Telefon nomerlar qoldirib o'taman. Wow. Tushdi bu. Do'stlar, qaranglar. MediaTek Dynamics 8400 Ultra flagman prosessor bilan jihozlangan. 6000 mAh batareyka, 120 Hz AMOLED ekran, yana 50 megapiksel kamera, IP68 bilan jihozlangan. Suvdan, changdan zashtasi bor bularning. Shilamiz. Eng mazza joyidan biri. Ana do'stlar, kamera ko'rinishlari bu. Kameralar ikkitalik bo'lib, chiroyli bo'lib chiqqan ekan. Imika ofitsialni o'tgan. Bizda garantiyali bo'ladi hammasi, xudo xolasa kelaverasizlar. Zaryadchikani o'tib kelata olmasa, zaryadchiga do'stlar X6 Pro'niki 65 wattlaydi bu. Karl dahshat. 90 watt. Nima deyotir? Bistri zaryadkada menimcha 15-20 minutga yetirmasa kerak. Buni qo'yib sinab, buni videosini qo'yaman. Necha minutda to'ldirishini buni ham sinab ko'ramiz. Tabiiy shunday eng zo'r qalin kabel bo'ladi, mashina bo'ladi. Bistri zaryadga 90 wattni yetkazib berish ham, o'tkazish ham oson ish emas. Endi yoqib ko'ramiz. Buni hozir yog'ib, sinab ko'raman. O'zim kamera kачестволарni ona bir отдельный bir video qilamiz, xudo xolasa. Yonish tezligini o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Necha sekundda yondi? Kommentariyada yozib ketinglar. Endi Samsung Ultra'lar nedagilar emas. Endi bahosına yarasha bular $350 $380 sotilib turibdi hozir bozorlarda. Necha sekundda yozganini kommentariyada yozib qoldirib ketinglar agar qiziqadigan bo'lsangizlar. Bizlar yondi, uj bo'ldi, ketdi. Video shu yerda to'xtatamiz. Rahmat. Kerak bo'lsa telefon nomerlari qoldiraman. Zakaz asosida ham aytib beramiz. Narx nalichida o'zimizda bor. Rahmat.